Aka, qurilishda ishlayotgan akalarimizga hammasiga rahmat, paddeshka uchun akalarim. Aka, akalarimiz. Deqqanovat qora shinalik akalarimiz. Rahmat paddeshka uchun aka. Akamizga muborak. Rahmat. Aka, akalarimiz jumon gruppi ekan aka. Do'stliklaringiz ko'z tegmasin hech qachon akalarim. Paddeshkani to'xtamayinglar. Rahmat. Aka. Xudo xolasa kuch-quvvat O'zbekiston bayrog'ini doim yuqori tepalarga ko'tarib yuring. Rahmat akalarim. Mana shunaqa joylarni ham bilganlar bormi? Qashqadaryoning qayeri bu? Nima deb ataladi? Qashqadaryo, Deqqanovat, Qorashina. Aka, shu akamizga ketyapmiz, Yusuf akamiz uyiga. Mana Surxondaryoga akalarimiz paddeshka qilmasdan to'xtashyapti. Rahmat akalar, kattakon. Juda hurmat. Paddeshkangizga rahmat. Mana akamiz, rahmat paddeshkaga shuncha ishingizga arpalar olib kelibdi. Rahmat akajon, kattakon qo'llab-quvvatlab turgansiz. Omad nasib bo'lsa, Toshkentgacha eshakda bor. Nasib xudo olsa. Rahmat aka. Aka, yo'lda ishlayotgan akalarimizga rahmat akalar. Yo'lchilarni ham o'ylaydiganlar bor ekan-ey. Rahmat kattakon. Rahmat aka. Aka, akalarimiz to'xtashdi, Qashqadaryoliklar, bormisizlar? Mana shunaqa joylardamiz. Qadrdonlar. Qashqadaryo. Akalarimiz, opalarimiz to'xtashdi. Rahmat, kattakon hurmat uchun, e'tibor uchun rahmat kattakon amalingizga. Akalarimiz hurmat qilib to'xtashdi. Rahmat amalingizga akalar. Paddeshkani to'xtamaymiz. Nasib inshaalloh Xudo xolsa sizlarni paddeshkangiz bilan birgalikda Deqqanovatga yetib keldik. Mana ekometonni hamma bilsa kerak. Mana shu ukalarimiz, mana shu akamiz, mana shu akalar kelib ko'rgani to'xtashibdi. Rahmat amalingizga, paddeshka uchun, juda hurmat qilib to'xtaganingiz uchun. Mana akalarimiz to'xtashibdi. Rahmat amalingizga, kattakon hurmat, e'tibor uchun, juda to'xtab paddeshka qilib turganingiz uchun. Aka, akalarimiz to'xtashdi. Rahmat aka paddeshka uchun. Bo'ldi aka, rahmat aka amalingizga. Akalarimiz shuncha odam bizni kuzatishyapti. Rahmat amalingizga. Qadrdonlar, hozir hamma joyda prava olish qiyin bo'lyapti. Mana shunaqa pravaga tayyorlovnolari. Nima deysan? Men ham eshitayman shu yerda pravaga olishga o'qishga kirib chiqsamikin? Mana aka, Deqqanovat Qorashinadamiz akalarimiz aka. Rahmat aka, kattakon paddeshka uchun, qo'llab-quvvatlashlar uchun. Rahmat akamiz aka, akalarimiz paddeshka qilishyapti. Havolingizni borligingizga shukr. O'roqbo'y Olg'a, Surxondaryo qayerdan? Sherobod. Sherobod, go! Rahmat. Arpa, hashak shunday qilyapmiz akalarimiz, shuncha odam. Topdik mana o'sha bola shu. Aniga akalarimiz, rahmat amalingizga, shuncha kishi Deqqanovat paddeshkani vaqt yorib tashlayapti akalarimiz. O'zbekiston, Olg'a. Rahmat amalingizga, Deqqanovatlik akalarimiz paddeshkani yoryapti. Mana Surxondaryodan yo'lga chiqqan bugun 5-kun Qashqadaryoda Deqqanovat tumanida Toshkentga yo'l olgan akamiz. Akamizga oq yo'l tilaymiz. Deqqanovat paddeshkani to'xtatmaymiz. Barlik akalarimiz aka. Katta mashinalarni to'xtayapti aka. Rahmat akalar. Hurmatli Qashqadaryoliklar, Qashqadaryo xalqi mehmondo'st paddeshka qilib turadi desa ishonmasdim-da. Mana men uchun adden shu bir o'zim uchun hech kim yurmaydigan yangi yo'l qilib qo'yibdi. Rahmat Qashqadaryoliklar. Mana bir o'zim ketyapman. Voy akam, paddoshi. Mana aka, Deqqanovat Qorashinadamiz akalarimiz aka. Rahmat aka, kattakon paddeshka uchun, qo'llab-quvvatlashlar uchun. Rahmat akamiz aka, akalarimiz paddeshka qilishyapti. Havolingizni borligingizga shukr. O'roqbo'y Olg'a, Surxondaryo qayerdan? Sherobod. Sherobod, go! Rahmat.